Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin ham ishlayotgan bo'lsangiz, bu video siz uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik ishlovchi pensionerlar bir narsani bilmaydi. Pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan davringiz, to'langan sug'urta badallari va ish stajingiz pensiyangizni qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Ya'ni siz bugun olayotgan pensiya miqdori oxirgi raqam bo'lib qolmasligi mumkin. Ariza yozsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, ayrim holatlarda pensiyangiz oshiriladi. Men bugun sizga ishlovchi pensionerlar pensiyasini oshirish, qayta hisoblash uchun ariza yozish, kimlar murojaat qilishi kerak, kimlar kutsa bo'ladi, qaysi xatolardan ehtiyot bo'lish kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, ayniqsa pensiyada bo'lsa ham ishlayotgan otaxon va onaxonlarga, ularning farzandlariga, buxgalterlarga va kadrlar bo'limida ishlaydiganlarga ham tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida men arizada nimalarni yozish kerakligini ham aytaman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib boradi. Ko'p pensionerlar pensiya chiqqandan keyin mening pensiyam bir marta tayinlandi. Endi faqat davlat tomonidan umumiy oshirilsa oshadi deb o'ylaydi. Pensiyalar vaqti bilan umumiy tartibda oshiriladi. Masalan, farmon yoki qaror asosida barcha pensiyalarga ma'lum foiz qo'shiladi. Eng kam pensiya miqdori o'zgaradi, bazaviy hisoblash miqdori o'zgaradi. Lekin bu alohida masala. Bugun men aytayotgan narsa esa boshqa. Aynan sizning shaxsiy mehnat faoliyatingiz, pensiyaga chiqqandan keyin davom etgan ishingiz, rasmiy oyligingiz, ish beruvchi tomonidan topshirilgan hisobotlar va to'langan badallar asosida pensiyani qayta hisoblash. Oldin ko'plab odamlar ishlovchi pensioner bo'lsa ham bu masalani izlab yurmasdi. Sababi kimdir ishlayotgan pensionerga baribir foydasi yo'q deb aytgan. Kimdir buni o'zi avtomatik qilishadi deb ishongan. Kimdir esa pensiya jamg'armasiga borsam baribir rad etishadi deb o'ylagan. Natijada odamlar yillar davomida ishlab, oylik olib, soliq va badallari yurib turgan bo'lsa ham pensiyasini qayta hisoblatish uchun ariza bermagan. Hozir asosiy o'zgarish shundaki, ko'p ma'lumotlar elektron tizimlarda yuritiladi. Ish, staji, rasmiy oylik, soliq hisobotlari, mehnat daftarchasidagi ma'lumotlar, elektron mehnat daftarchasi, tashkilot hisobotlari avvalgidan ko'ra ko'proq bazalarda aks etadi. Lekin bu hammasi avtomatik ravishda sizga pul bo'lib tushadi degan emas. Amaliyotda ko'pincha pensionerning o'zi murojaat qilishi, ariza yozishi, kerakli ma'lumotlarni aniqlashtirishi talab etiladi. Ayniqsa, ish joyi eski bo'lsa, tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, korxona tugatilgan bo'lsa, hujjatlar arxivida bo'lsa, ayrim davrlar bazaga tushmagan bo'lsa, arizasiz masala joyidan siljimaydi. Shuning uchun men doim shuni aytaman, ishlovchi pensioner bo'lsangiz, meni hech kim chaqirmadi deb kutib o'tirmang. O'zingiz tekshiring, o'zingiz so'rang, o'zingiz ariza bering. Chunki pensiya masalasida har bir oy pul degani. Agar qayta hisoblashga asos bo'lsa, siz bugundan boshlab ko'proq pensiya olishingiz mumkin. Agar kechiksangiz, ayrim holatlarda pulni orqaga qaytarib olish imkoniyati cheklangan bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan pensionerlar bu masalaga e'tibor berishi kerak. Rasmiy ishlash degan nima? Mehnat shartnomasi bo'lgan, buyruq bilan ishga qabul qilingan, oylik bank kartaga yoki kassadan rasmiy berilgan. Ish beruvchi soliq va ijtimoiy hisobotlarda sizni ko'rsatgan bo'lsa, bu rasmiy ish hisoblanadi. Agar siz og'zaki kelishib ishlagan bo'lsangiz, hech qanday hujjatda ism familiyangiz bo'lmasa, oylik naqd qo'lga berilgan bo'lsa va hisobotlarda aks etmagan bo'lsa, bunday davrni pensiya uchun isbotlash juda qiyin bo'ladi. Masalan, birinchi misolni olaylik. Anvar aka 2020 yilda yoshga doir pensiyaga chiqqan. Pensiyaga chiqqanda uning ish staji 27 yil bo'lgan. Pensiyasi deylik 1 million 70 ming so'm qilib tayinlangan. Lekin u pensiyaga chiqqandan keyin maktabda qorovul bo'lib, yana 3 yil rasmiy ishlagan. Har oy oylik olgan. Tashkilot hisobot topshirgan. Anvar aka, men pensionerman, ishlaganim pensiyaga ta'sir qilmaydi deb yuravergan. Aslida esa u pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, pensiyasini qayta hisoblashni so'rab ariza yozishi kerak. Agar uning qo'shimcha ishlagan staji va ma'lumotlari pensiya hisob kitobiga ta'sir qilsa, pensiyasi qayta ko'riladi. Ikkinchi misol. Dilbar opa pensiyaga chiqqandan keyin xususiy bog'chada enaga bo'lib ishlagan. Lekin xususiy bog'cha uni yarim stavkaga rasmiylashtirgan. Oyligi ham juda kam ko'rsatilgan.
Dilbar opa 4 yil ishlagan bo'lsa ham hisobotlarda oylik kam bo'lgani uchun pensiya oshishi juda katta bo'lmasligi mumkin. Bu yerda odamlar shuni tushunishi kerak. Qayta hisoblash degani har doim pensiya 500 ming yoki 1 million so'mga oshadi degani emas. Ba'zan 30 ming, 70 ming, 20 ming so'm bo'lishi mumkin. Ba'zan esa hisob kitob natijasida sezilarli farq chiqmasligi ham mumkin. Lekin tekshirtirmasangiz bilmaysiz. 3-misol. Rustam aka pensiyaga chiqqandan keyin ham direktor bo'lib ishlagan. Oyligi yuqori, badallari rasmiy, hisobotlar to'liq. U 5 yil davomida ishlagan, lekin ariza bermagan. Bunday holatda qayta hisoblash foydaliroq bo'lishi mumkin. Chunki yuqori ish haqi va qo'shimcha staj ayrim pensiya hisob kitoblariga ta'sir qiladi. Lekin yana bir narsani aytaman. Pensiya hisoblash formulasi oddiy, qancha ko'p oylik olsam, shuncha ko'p pensiya qo'shiladi. Shaklida emas. U yerda staj, o'rtacha ish haqi, qonunchilikdagi cheklovlar, eng kam va eng yuqori hisoblash me'yorlari, ilgari hisobga olingan davrlar kabi omillar bor. Kimlar albatta murojaat qilishi kerak? Birinchidan, pensiyaga chiqqandan keyin kamida bir necha yil rasmiy ishlaganlar. Ikkinchidan, pensiya tayinlanganda ayrim ish davrlari hisobga olinmay qolgan deb gumon qilayotganlar. Masalan, mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin pensiya tayinlashda bu davr tasdiqlanmagan deyilgan bo'lsa. Uchinchidan, ilgari kam maosh bilan pensiyaga chiqqan, keyin esa rasmiy yuqori maoshli ishda ishlagan pensionerlar. To'rtinchidan, tashkiloti nomi o'zgargan, korxonasi tugatilgan, hujjatlari arxiga ketgan odamlar. Beshinchidan, pensiya tayinlanganidan keyin imtiyozli davrlar, qo'shimcha hujjatlar topilganlar. Kimlar xavotir olmasa bo'ladi? Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin umuman ishlamagan bo'lsangiz, qayta hisoblashga yangi staj yoki yangi ish haqi asos bo'lmasligi mumkin. Agar siz ishlagan bo'lsangiz, lekin rasmiylashtirilmagan bo'lsangiz, avval hujjat bor yo'qligini aniqlash kerak. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin 1-2 oy rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ko'pincha natija juda katta bo'lmaydi. Lekin baribir agar sizda shubha bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilib tushuntirish olish mumkin. Bu yerda eng muhim nuqta pensiyani qayta hisoblash uchun asos bo'lishi kerak. Narxlar oshib ketdi. Menga pul yetmayapti degan gap insoniy tomondan tushunarli, lekin huquqiy asos sifatida yetarli emas. Qayta hisoblash uchun hujjat, staj, ish haqi, imtiyoz, ilgari hisobga olinmagan davr yoki qonunchilikda belgilangan boshqa sabab bo'lishi kerak. Endi eng ko'p uchraydigan xatolarni aytaman. Birinchi xato, men ishlayapman, demak pensiyam avtomatik oshadi deb o'ylash. Amalda esa ayrim ma'lumotlar tizimda bo'lsa ham qayta hisoblash uchun murojaat talab qilinishi mumkin. Shuning uchun ariza yozish muhim. Arizada pensiyaga chiqqanimdan keyin ishlagan davrlarimni hisobga olib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb aniq yozish kerak. Ikkinchi xato, hujjatlarni tekshirmaslik. Masalan, mehnat daftarchasida ism bir joyda Abdullayev, boshqa joyda Abdullayev yozilgan bo'lishi mumkin. Tug'ilgan sana xato bo'lishi mumkin. Ishga kirgan va ishdan bo'shagan sanalarda muhr yo'q bo'lishi mumkin. Buyruq raqami yozilmagan bo'lishi mumkin. Shunday mayda xatolar keyin katta muammo tug'diradi. Pensiya organi bu da'varni tasdiqlovchi hujjat yetarli emas deyishi mumkin. Shuning uchun ariza berishdan oldin mehnat daftarchangizni, elektron mehnat daftarchangizni, ish joyidan olingan ma'lumotnomalarni birma-bir tekshiring. Uchinchi xato, norasmiy ishlagan davrni ham stajga qo'shib yuborishlarini kutish. Men tushunaman, odam haqiqatda ishlagan bo'lishi mumkin, lekin pensiya tizim hujjatga qaraydi. Agar ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, bu keyinchalik pensionerning o'ziga zarar bo'ladi. Shuning uchun hozir ham ishlayotgan pensionerlarga aytaman, albatta rasmiy ishlang. Siz pensionersiz, shartnoma shart emas desa, rozi bo'lmang. Mehnat shartnomasi bo'lsin, buyruq bo'lsin, oylik rasmiy yuritilsin. Bugun hujjat talab qilish uyat emas, bu ertangi pensiyangizni himoya qilishdir. To'rtinchi xato, faqat buxgalterga ishonib qolish. Buxgalter hisobot topshiradi, kadrlar bo'limi buyruq chiqaradi. Lekin pensiyangiz uchun ariza berish ko'pincha sizning shaxsiy mas'uliyatingiz. Ish joyingiz biz hammasini topshirganmiz desa ham, pensiya jamg'armasi bazasida ko'rinadimi yo'qmi, buni tekshirish kerak. Ayniqsa xususiy korxonalarda ishlagan bo'lsangiz, hisobotlar to'liq topshirilganmi, oyliklar rasmiy ko'rsatilganmi, qarzdorlik bo'lmaganmi, bular ahamiyatli bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat. Qayta hisoblash hamma vaqt ham siz kutgandek bo'lmasligi mumkin. Ba'zida odam
Men 10 yil ishladim. Pensiyam 2 barobar oshishi kerak deydi. Lekin pensiya qonunchiligida maksimal cheklovlar, hisoblash tartibi, avval hisobga olingan ish haqi, o'rtacha ko'rsatkichlar mavjud. Shuning uchun natija har xil chiqadi. Lekin kichik oshish ham pul. Masalan, pensiya 9 ming so'mga oshsa, 1 yilda bu 1 million ming so'm degani. 5 yilda 5 milliondan ortiq bo'ladi. Shuning uchun ozgina ekan deb beparvo bo'lmang. 6-masala arizani qachon berish. Men tavsiya qilaman. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan bo'lsangiz va ma'lum davr to'plangan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, aynan qaysi muddatdan keyin qayta hisoblash maqsadga muvofiqligini so'rang. Chunki ayrim holatlarda yilda bir marta, ayrim holatlarda ma'lum staj to'plangandan keyin murojaat qilish amaliy jihatdan foydaliroq bo'ladi. Eng asosiysi umuman murojaat qilmay yillarni o'tkazib yubormang. 7-masala. Boshqa turdagi pensiya olayotganlar. Masalan, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya masalalarida tartiblar farq qilishi mumkin. Ishlovchi pensioner deganda hamma bir xil toifaga kirmaydi. Shuning uchun arizada o'zingiz olayotgan pensiya turini aniq ko'rsatish va mas'ul xodimdan aynan sizning holatingiz bo'yicha yozma yoki rasmiy tushuntirish so'rash foydali. 8-muhim jihat. Agar sizga og'zaki rad javob berishsa, faqat og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Sizga bo'lmaydi, foydasi yo'q, kerak emas degan javoblar ko'p uchraydi. Men bunday vaziyatda har doim rasmiy ariza qoldirishni tavsiya qilaman. Arizangiz ro'yxatdan o'tsin. Javobni yozma shaklda oling. Yozma javob bo'lsa, keyin uni tahlil qilish, xato bo'lsa yuqori tashkilotga murojaat qilish yoki qayta hujjat topshirish mumkin bo'ladi. Amaliy tavsiyalar: nima qilish kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjat tayyorlash kerak? Endi eng kerakli joyga keldik. Siz ishlovchi pensioner bo'lsangiz yoki ota-onangiz, bobongiz, buvingiz pensiyada bo'la turib ishlagan bo'lsa, quyidagi tartibda harakat qiling. Birinchi qadam: pensiya hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftari, agar bo'lsa elektron mehnat daftarchasi bo'yicha ma'lumot, ish joyidan ma'lumotnoma. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari nusxasi, oylik ish haqi to'g'risida ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma holatda ham barcha hujjat talab qilinmasligi mumkin, chunki ko'p ma'lumotlar bazada bo'ladi. Lekin qo'lingizda hujjat bo'lsa, ish tezlashadi. Ikkinchi qadam: pensiyaga chiqqaningizdan keyin qayerlarda ishlaganingizni ro'yxat qilib chiqing. Masalan, 2020 yil 1 martdan 2022 yil 30 avgustgacha falon maktabda, 2022 yil sentabrdan 2024 yil iyungacha falon xususiy korxonada, yarim stavka yoki to'liq stavkada. Har bir ish joyi bo'yicha tashkilot nomi, stir raqami bo'lsa, manzili, rahbar yoki buxgalter telefoni ishlagan davrlar aniq bo'lsin. Chunki pensiya organi aniqlashtirish so'rasa, siz tayyor turasiz. 3-qadam: ish joyingizdan ma'lumotnoma oling. Ma'lumotnomada siz qaysi sanadan qaysi sanagacha ishlaganingiz, lavozimingiz, ish haqi to'langanligi, mehnat shartnomasi asosida ishlaganingiz ko'rsatilgani yaxshi. Agar tashkilot tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Arxivdan tasdiqlovchi ma'lumot olish kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam: pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Yashash joyingiz bo'yicha bo'limga borishingiz mumkin. Ayrim xizmatlarni Davlat xizmatlari markazi yoki elektron portal orqali ham olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin hujjatlari chalkashlik bo'lsa, shaxsan borib maslahat olish ko'pincha foydaliroq. 5-qadam: ariza yozing. Arizada gapni cho'zmasdan, lekin aniq yozing. Masalan, mazmuni shunday bo'lishi mumkin: men falonchi yoshga doir pensiya oluvchiman. Pensiya tayinlangandan keyin falon sanadan falon sanagacha rasmiy ravishda ishlaganman. Ushbu ish haqim to'g'risidagi ma'lumotlarni hisobga olib, pensiyamni amaldagi qonunchilikka muvofiq qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Keyin ilova qilinayotgan hujjatlarni sanab yozasiz. Pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, ish joyidan ma'lumotnoma va boshqa hujjatlar. 6-qadam: arizangiz ro'yxatdan o'tganini tekshiring. Agar qog'ozda topshirsangiz, kirim raqami qo'yilgan nusxa oling yoki ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjat so'rang. Agar elektron topshirsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Telefoningizga kelgan SMS, elektron kabinetdagi xabar, qabul qilingan sana, bularning hammasini yo'qotmang. 7-qadam: javobni kuting va javobni tushunib o'qing.
Agar pensiyangiz oshirilsa, qaysi sanadan oshirilgani, qancha miqdorga oshgani, to'lov qachondan boshlab amalga oshirilishi ko'rsatiladi. Agar rad etilsa, rad etish sababi yozilishi kerak. Masalan, ish staji tasdiqlanmadi. Ma'lumotlar bazada mavjud emas. Taqdim etilgan hujjatlar yetarli emas. Qayta hisoblash uchun qonuniy asos mavjud emas kabi. Ana shu sababni bilsangiz, keyin nima qilishni aniqlaysiz. 8-qadam, agar hujjat yetishmasa, darrov taslim bo'lmang. Ish joyiga boring, arxivga so'rov yuboring, buxgalteriya ma'lumotlarini oling, elektron mehnat daftarchasini tekshiring. Agar ism familiyada xato bo'lsa, uni tuzatish tartibini so'rang. Agar ish beruvchi hisobot topshirmagan bo'lsa, bu alohida muammo, lekin baribir rasmiy yo'l bilan aniqlashtirish kerak. 9-qadam, ota-onangizga yordam bering. Ko'p pensionerlar ariza yozishni, portalga kirishni, hujjat yig'ishni bilmasligi mumkin. Farzandlar shunchaki pensiyangiz kam ekan deb achinish bilan cheklanmasin. Bir kun vaqt ajrating, hujjatlarni ko'ring, pensiya jamg'armasiga birga boring. Ba'zan bitta ariza oilaning oylik daromadini oshiradi. 10-qadam, kelajak uchun hammasini rasmiy yuring. Agar siz hali ham ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, ish beruvchidan mehnat shartnomangiz borligini, buyruq chiqqanini, oylik rasmiy ko'rsatilayotganini tekshiring. Har yili kamida bir marta ish joyingizdagi ma'lumotlar elektron mehnat tizimida to'g'ri aks etganini aniqlang. Bugungi beparvolik ertaga pensiya hisobida yo'qotish bo'lishi mumkin. Yana bir amaliy maslahat, arizada faqat pensiyamni oshirib bering deb yozmang. Bunday jumla juda umumiy. Aniqroq yozing. Pensiya tayinlangandan keyingi ishlagan davrlarimni hisobga olib qayta hisoblashni so'rayman. Yoki ilgari hisobga olinmagan ish stajim va ish haqim bo'yicha qayta hisoblashni so'rayman. Chunki davlat organi siz nimani talab qilayotganingizni aniq ko'rishi kerak. Agar sizda bir nechta asos bo'lsa, ularni alohida ko'rsating. Masalan, birinchidan pensiya tayinlangandan keyin 2021-2024 yillarida ishlaganman. Ikkinchidan pensiya tayinlash vaqtida 1995-1998 yillardagi ish stajim hujjat yetishmagani sababli hisobga olinmagan. Hozir arxiv ma'lumotnomasi topildi. Bunday ariza kuchliroq bo'ladi. Chunki mas'ul xodim nimani tekshirishi kerakligini aniq biladi. Xulosa shuki, ishlovchi pensionerlar o'z pensiyasini qayta hisoblatish imkoniyatini e'tiborsiz qoldirmasligi kerak. Pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish stajingiz, ish haqingiz va hujjatlaringizni tekshirtiring. Ariza yozing, arizani ro'yxatdan o'tkazing, javobni yozma oling. Og'zaki bo'lmaydi degan gap bilan to'xtab qolmang. Har bir hujjat, har bir ish davri va har bir rasmiy ma'lumot pensiyangizga ta'sir qilishi mumkin. Men sizga eng muhim maslahatni yana bir bor aytaman. Kutmang, tekshiring. Agar sizning pensiyangiz o'zida bo'lsa ham oshsa, bu har oy qo'shimcha daromad degani. Bugun ariza yozmasangiz, ertaga pushaymon bo'lishingiz mumkin. Ayniqsa pensiyada bo'lsa ham ishlayotgan insonlar ko'p hollarda o'z haqini talab qilishdan tortinadi. Tortinmang. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Izohlarda yozing. Siz pensiyaga chiqqandan keyin ishlaganmisiz? Pensiyangizni qayta hisoblatganmisiz? Natija qanday bo'lgan? Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ishlayotgan pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir pensiyasini oshirishga yordam berishi mumkin.